Assalomu alaykum. Bu videoni o'tkazishdan oldin sal shoshilmaslik maslahat beraman. Bu narsamiz betonni laboratoriyaga topshiradigan qurilma hisoblanadi, ya'ni namunalarimiz. Mana bu betonimiz birinchi quyilgan, ya'ni 11,5 taxminan metr ob'ekt vaqtida quyilgan. Bu 15 metr keyingisi mana unda iz chiqyapti. Mana bu bo'lsa, mana bu barmoqlarimiz kirib ketyapti. Bularning farqini ko'rsatish uchun sizlarga nima uchun ilinayapman? Betonni zavodda tanlashda adashmaylar. Va mana shu joyda beton olyapmiz. 50 kuba beton olganmiz bu yerga. Mana vertolyotlarni qilyapmiz. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Hamma ham zavod ochishi mumkin, lekin betonni sertifikatiga, markaziga hech qaysi zavod uchunchasi ham martlarcha javob beradiganlar juda ham kamdan-kam. Beton tanlashda adashmaylar. Egasiga ham aytildi, u zavod bo'lmasligini tushuntirilganda bari quloq solmadi. Mana endi ko'ramiz, xudo xolasa ishimiz bitganda sifat qanaqangi chiqadi, qanaqa chiqmaydi. Lekin mana beton qotmayapti. 6 soatdan o'tdi, hali qotgani yo'q. Kim nima deyishi mumkin bunga? Hamma ham Xudo insof bersin.